Farzandingizni xotirasi sust va immuniteti past. Xavotir olmang. Albatta chorasi bor, birodarlar. Qo'limda turgan narsa biri asalari gulchanga hisoblanadi. Asal sotuvchilardan mavjud. Ikkinchisi esa nidur daraxtidan olinadigan kundur yilimi. Tanidingiz-a? Ana shu ikkovidan 30 grammdan topasiz. Va hamda kofemalkada solib, ana shunday poroshok holatiga kelgunga qadar maydalaysiz. Ko'ryapsizmi? Hamda do'stlar, 500 gram toza mayski sariq asalga aralashtirasiz. Qarabsizki, xuddi mana bunday ko'rinishda malham hosil bo'ladi. Yarim choy qoshiqchadan 2 mahal, 3 mahal bolaga yediraverasiz. Xudo xolasa 2 oy, 3 oy shu mahsulotni yediring, gijjalardan qutuladi. Xotirasi bomba bo'ladi. Immunitet ham ko'tarilib, bolada kalsiy va temir tanqisliklari yo'qoladi. Qoni ham ko'payadi. Qon bosimi past yuruvchilar, hattoki ayollar, mana imizikli ayollar bo'ladimi? Homilador ayollar bo'ladimi? Bemalol qo'rqmasdan iste'mol qilish mumkin. Agarda mabodo tayyorlay olmasangiz yoki dayinni qila olmasangiz, erinsangiz, bizda mahsulot mavjud. 200 grammi 120 ming so'm do'stlar. Barcha mahsulotlar mana bizdan mujassam. Bemalol Telegramdan lechkada yozishingiz mumkin. Xullas sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang do'stlar.